Qaçışmı, hicretmi? Xitay rejimining Sharq Turkistondagi zulmining eshishiga ergishib, zamin sohibi bo'lgan Uyg'ur xalqi atrofdagi davlatlarga ko'chishga majbur bo'lgan. Birinchi qatim 1961-yili Ili Qurg'os eg'izidan Qozog'iston va Qirg'izistonga ko'chganlar soni 60 mingga yetgan. Ikkinchi qatim 2013-yildan boshlab Xitoy rejimining qattiq iskanjasidan qutulish uchun aniq bo'lmagan ma'lumotlarga asoslanganda 10 mingdan ko'p Uyg'ur yoshlari g'ayri rasmiy yo'llar, ya'ni Vyetnam, Kambodja, Tayland va Malayziya qatorliq davlatlar orqali Turkiyaga kelgandan keyin ko'p qismi Suriyaga borgan. Qolganlari bo'lsa Turkiya va Yevropa davlatlariga berib o'ltiraqlashgan. Gerçi bu qarindoshlarimiz bu uzun va mushaqqatli safarlarni shundaqla ajoyib g'aroyib sarguzashtlarni boshdan kechirib, ko'zlagan manzillariga ulashgan bo'lsa-mu, bu qarindoshlarning hayoti muhojiratlik Sharq Turkistonning ozodlik ishlari uchun kecha-kunduz g'amiyotgan fidokorlarimizga tafsiliy anglitib, vatan so'ygisi bo'lgan avangardlarimizga aktiv energiya beradigan bir asar yoki to'liq aks ettirib beradigan bir film ro'yobga chiqmadi. Bu boshliqni to'ldirish uchun Sharq Turkiston informatsion uchur va madaniyat markazi muhojiratlik ajoyib g'aroyiblar degan mavzuda ayrim-ayrim tunishtirib o'tmoqchi. Shunga keng xalqimizning bu programmaga nazarini og'dirishini va bu orqali keyingi Uyg'ur jamiyatiga to'g'ri dars chiqarishini tovanchilik bilan so'raymiz. Chunki hali ham nurg'un qarindoshlarimiz Taylandda va boshqa yerlarda bu ochiq haqiqatning iskanjasidan to'liq qutulgani yo'q. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oldi bilan Uyg'ur TV kanalımızın təklimi bo'lib kelganingizga rahmatimizni bildiramiz. Undaki biz bilganimizdek Sharq Turkiston masalasi hozir dunyo kun tartibida bir temalardan birisi. Ham biz vatanda Sharq Turkistonda Xitoyning zulmidan qochib chiqqan nurg'un mujohid Uyg'urlarimiz bor. Siz ham shuning birisi suhbatingiz bilan sizni bu yerga chaqirdik. Avvalan sizni savolimiz Ali Salih kim? Şunu bir kısa tushuntirib bersangiz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, hurmatli ko'ruvchilar. Men bilan o'zimni bir tanishtirishdan boshlasam, anandagi o'zimning hijrat tarixim, boshimda o'tgan kechirishlar, Malayziya, Janubiy Osiyo yurtlariga, andan keyin Turkiyaga kelish va boshqa yangi siyosiy hayotim o'zimni bir qisqacha bir tanishtirib nima bo'lsam, anandagi tayyor kelsak. Ben özüm ismim Ali Salih. Ben Sharq Turkistondan Büyük Organizasyon 1989 doğulan ailem bir ziyade aile. Başlangıç hayatım Hüzem'nin yurtuda ötken oldu. Toluksuz ne? Yanşehir Naiz'e üyümüz güç sebebiyle Yanşehir Naiz'de okuyan oldum. Toluk otur hayatım ölümcüge dadan bir kalısı içilsin biraz rak bir nerse kalısı çık adamın varsı yaşında. Küçük vaxtımda, 15 yaş vaxtımda toluk oturuna özüm yaşında yatakta yetip kopalım. Ben de okuyan buldum. Yine ölümçü tecrübe oturda. Çoğu yetinci oturdaydım. Şeyde toluk oturup gelgen buldum. Toluk otur hayatımda normal okuş bilen ya şu özümüz yaşlık bilen oldu. Hayatımdan özgergen tiyimizi kirgen oldum. Ali Mektep ötken altım oldu. Ali Mektep Tıbbi Üniversitesi'de ötken buldum. Tıbbi Üniversitesi 2008 başında okumuşlar. Mektep kırıpla deslapta özümlü bir terapi uzmanı falan mektepte deslap vaxtımda bütün şu mektepten var bir programları toluk katlaştım. Terapi paleti olsun, ders olsun, radyo ders olsun. Qalalaydigan var. Dadamla birge parti. O bağlı hem işte qalalaydigan deb qilish kerakdir. Shu sababdan ham işte qilib shu jarayonda bir fond jamiyat qurildi 2008'da bizim Tıbbi Üniversitesi. Tavfiq fondi deydigan. Bu Tavfiq fondi maqsadi aşağıdaki o'quvchilar va boshqa bir turkum ziyoli kishilarning yetakchiligi pul tepib topgan pulga o'qish mukofoti taqib o'quvchilarning safosini va maktabda o'qiyotganlarni rag'batlantirishga. Lekin ko'rinish shunaqa, lekin vatan uchun ish qilsak deydigan ichki jihatdagi bir ichki nimalar bor ekan. Ya'ni vatanparvarlik bir nima bor ekan. Buni qiziqib kirgan bo'ldim. Bunun gazabı bulduk, bunun için bedel türgen bulduk. Alimektab kırıpla karşımış oldu. Ve bu jarayonda nurg'un odamlar vardı, bu bilan tanışkan bulduk. Ve bularning ichidan mas'uldan biri dedi ki, biz ishga zavod ochdik, siz maktabingizni to'plab yashab borsangiz vatan uchun dedi. 18 yosh vaqtimda oy bo'ldi. Agar vatan uchun bo'lsa,
Çünkü bu başka hemşehrilerimizin vardı. Ulan vatan için de işlet olsun. Ben bir ekşi üstüm bilen vatan için bir kice meydanı bulanı der. Tamam buludu da ben mektepne nim kılgan buldum. Taşlap başı işgerdeki zavaklı verip zavakla baş kılgan buldum. Degendikin dadam dedim, dada mektepte okuttum dedim. Dadam dedi ki sen neymiş tatlısan dedi. Diyemeyim ben lekin azraq üzerine okuyun kelmen dedim. Lekin maksadım aşı bir hakikaten bir vatan için bir iş kılsam deyden bir hissiyat vardı. Şu sebepten dadamın Türkçe keldim, kalanda ötküzdüm. Sen bu mühür hizmet doktorluktan kılsam vatan için noktan hizmet kılalaysan. Degen sebepten nurgun sebep oldu. Düşündürüp nima qildi? Kalanda ötküzgen bo'ldi. Ahirda müdamida kirdim degandan keyin dadam dediki, "Unda Alloh qasminodan nima qilgan, yana chiqqan. Bu ishimga qalbaqlamaydigan sizlar" dedi. Men qarshi dedilar. Degandan keyin tamam deb dadamga va'da berdim. Endi chiqdi. Ikki oy qoldi shu 7'de 5'ge oyun chiqib qilganchilik bo'lishim az oldida. Bu tashkilotdan, ya'ni o tavfiq tashkiloti deymiz. Bundan yetib chiqdi. Yine çıkıp ben içim puştandı. Bir qarsam ulanı görme mektep birde okuymiz. Bir septin vatan hizmet kılış programı ve nimesinden ağırlık ağanda ko'p kaldım. Qattiq mevzularda tutsak, qirg'inchilikdan oldida to'g'ri dunyosi qizib ketdim. Anda qirg'inchilik bo'ldi, shavgama qarshi oldi. Bu qarshi chiqqandan keyin bir yoshli supim bilan qinim qizidan nish qilib bir vatanga ish qilsak bo'ldi. Anadan ağırlık kalayım, mana için olsun bir şey kalayım deb tutsak, bu 7'de 5 bölümümüzde qirg'inchilik oldu. Bize ben iş tugaydigan az qolganda kuttu bende. Yatakta ne bulatsak, vallahi vay müdahil oldu dedi. Ne boş oldu, namayış oldu. Nereden sen çıkansın? Vay, derhal bayanda toplamını ki. Millet toplamını burası vardı. Toplamını bağırdım. Ürümçi nime gibi bağırsanlar, benim bir jigit buluştum bilen bir meslekim olsan, Uygur'u, milletim için, milletim içinden. Eğer qatnaşıp bağdıq bağanda o işti gep asasen emmeden tutulap qaş-qaş olup tuğağıtap berip tuğ. Şunda aslında qarılıp köydüm, hiç qatnaşamırdık anda. Biz bir neme kan bolsa. Lekin hiç qanda küçüm qolumuzda iş gelmeden mağa şu derhal emmeden tutup vaqtida biz şu qaytib kelgan boldik. İşimiz püştende acayip boldu qaldı. Lekin bizim mektepte 7. ayının 7'sida qirg'inchilik qarshilik bo'lgan bo'ldi. Mektepten fotoğraflarda aşağı Xitoy o'quvchilariga nisbatan o'zimizning noroziligimni bildirib keldik. O narsa bo'ldi, lekin cho'q ish qilmadik, ammo shundan tutib boshida ta'tilga qaytgandan keyin hayotimda o'zgarish bo'ldi. Qattiq o'rganish bo'ldi. Men bir agar o'sha turmum tutilib ketgan bo'lsam, shu jarayonda men 7'de 5'ten keyin bizning shu burunqi tavfiq tashkiloti degan odamlarni yig'ishtirdi. Hammaylar tutadi. Bu jarayonda mening ismim chiqibdi, lekin tutmabdi meni. Keyin uqqan narsamni. Lekin meni shu maxfiy holatda qilgan bir kontrol qilgan holatda ta'lim qildim. Shundan nima qaytib Qashqarga tushadi. Qashqarga qaytgandan keyin o'zimga ta'sir qildim. Agar 7'de 5'te imkon bo'lsa, o'sha men turmada qolib qolaketman. Eğer turmada qolgan bo'lsam, men o'lib ketgan bo'lsam, Allohning oldida qanday hisob beraman? Bu anda namoz o'qiydi, lekin tushunmaydi. Dinning nima? Dinning talabi nima? Hech nima bilmaydi. Bu narsa qattiq ta'sir qildi. Shuning uchun o'zim dedim, namoz o'qib 5 minut yaxshi odam bo'laydi deb namoz o'qidim. O'zim bir kun namoz o'qib boshlagandan keyin anamniki qattiq dinga qiziqish boshladim. Qur'onni maxfiy topdik, tarjimasini o'qidim, diniy kitobni o'qidim. Qattiq kirdi din bunda o'zdi. Onun günüp qaytib kelgan bo'ldik. Shu jarayonda burungi do'stlarimiz bu o'ynab yurgan do'stlarimizning arg'i tug'an bo'ldi. Hali maktabda. Yolg'iz qadar tug'aqtimizda namoz bo'lgan do'stlarimiz tanishgandi. Ularlar masjiddan qoldi. Shu jarayonda bu do'stlarimizdan aralashib imkon bo'ldi. Shu jarayonda bir necha so'roq bilib olgan bo'ldik. Allohning haqiqisi yoki bir diniy suhbat so'rgan dedim. Bu suhbatlar boshqa bo'lmadi, ammo bu sorundan qaytib kelgandan keyin bu sorundan bir aydan boshqa bir ishlar tutilib qoldi. Tutilib qolgandan keyin bularni surishtirib kelganda bu yerda kim bor deb falan bor deb bu yerda ismim chiqib hech qanday bir vatan uchun ya dinimiz uchun ya hech qanday xizmat qilmaylar saqchilik tutib kelgan. Uni oldida biz ishning dastlab boshlashi biz bilan bilgan tanishgan bir do'stimizning birisi o'qish bitirib ketib yana bir Xitoy qarshi bayonli bir faoliyat bo'lib, bu faoliyatda bular tutilib qolib
ne çıktı, yani ötügen bir işken. Şunun jarayanda bularning kompüterden mening resmim chiqib ketdi. Xo'sh. Şundan bularning bir adimi deganligi bilan qayta kelidan dastlablar. Yangi shahar shu terrorga qarshi kelib bular so'roq qilib, dastlabda turmuş olmaydi ama so'roq qilib qaytadan so'roq qilib keyin men so'roq qilib ana oldi, lekin u yerda hech qanday dalil bilan bo'lmagan tutmaydan o'quvchilar dastlab ko'rdim bu. Ana keyin maktabda aşı ishlar endi hech qanday ish qilmaylik siyosiy o'quvchilar qoldi maktabda. Ana lekin uzun o'tmaylar bir 3 oy o'tdimi, shu bayam deganlar bo'lib bir yig'ilish qilib qolgan yerda. Yig'ilishdan boshqa narsa bo'lgan, ammo shu shundan yig'ilish Urumchidagi yig'ilishga borgan bo'ldik. Yig'ilishga borgandan keyin Urumchi shu yig'ilishdan keyin necha oy o'tiblar, yangi shahardan kelib 3 oy o'tdi. Undan keyin keliblar Urumchi shaharlik terrorga qarshi qismdan keliblar. Networkdan samran geçten yapar dedi. Mektep yapıyor. Ama Siz mektepte işlemez erkek. mektep çaldı erkekten. Mektep türbe yaparlar. 3 gün sorak kıldan, 3 gündüz uxlatmay, dayak dokumak, sorak. Sen çetele çıktım ben derse, ben çıkmadım. Hem nasiye, hem de ben umçular derecede öyle çıktım. Neymiş oğlanım okumadı ben. Bir sorak bağlılık umçular bu kadar. Şundan dayak 3 gün dayak yiyen buldu. Kıyın kıstap uxlatmadı. Kıyın kıstap olup 3. günü 3 gün uxlatmagan degan adam acayip oldu ki sen dedin mi o dedi mi diye bir so'ral so'radi. Şundan o ameliyat işkilesi ben degan gap emas, o uyqusul ajinda holatdan men dedim debdi. Bu dedim dedi. Degan gene bana tugadi dedi. Şundan keyin nimaga kirib qo'ydi, turmaga kirib qo'ydi. Kirib 8 gün turmada Lyodavan kaşf söyleyeyim. Tutuş oldu, verip kirib qo'ydi. Şu jarayonda so'roq, kunda so'roq bo'ldi. So'roq qilib keyin bu turmaga kelgandan keyin kelib bu universitetdan unda narsa qaytadan qildim. Bu jarayonda o'ydigilarni tirishchilik qilgan bo'lgan bizning. Shu sababli o'ydigilar tirishchilik qilish berilgan turmadan chiqqan bo'lgan vaqtdan keyin. Lekin maktabga bordim, maktab bo'lsa maktabda mayda deb turdim. Hem iştigilen nihayet başlandı deb tursak, dadam anam doktor başqa, dadam bir doktor xizmatdan, bir doktor olsam bir haqiqat bilan bir xizmat qilsam deydi. Shundan doktor maktabini dadam yana tirishib ben maktab qaytadan kirib qo'ydim deyish. Shundan qaytib maktabga davom qilgan bo'ldim, lekin bu chog'da maktab hayotim o'zgargandi. Her juma kuni maktabdan chiqmayman, maktabdan chiqish ruxsatim yo'q. Maktab turmusiga kirdim. Xo'sh. Juma kuni o'qituvchi chaqirdi. Her 15 gün bir katim yığın bana. Yatak man qaraydigan adam vardı. Yani bir üstü uçup durmağa Üstü mektep oldu. Lekin o'qishim bo'lsin deb davom qildim dedim. Davom qildim. Bu jarayonda aytib qilib, davom qilib ma'lum lekin bosh qo'yatdim. Aqan irodamiz taqam chiqib ketdi. Turmaga kirgan ekan. Chunki tayoq to'qmoqni yeganligim bekorimga hech chiqmay turib bir tayoq to'qmoq yegandi. Qattiq qarshilik qilganimizda norozi bo'ldik. O'qigan narsamizni qayda mahvalatda yataqda shu ishkabdan keyin o'qiydim namoz o'qirdim. Ayda bo'lib ayda davom qildi. Maktabni o'qib bir yil o'sha tugab bir yil o'tgan vaqtida asosda sirtqa chiqishlar boshladi. O'zim maktabni universitet. Chetdagi do'stlarimiz chiqishga boshlagandi. Bularning munosabatda ham Urumchida tug'an boshqa tonish boshqa odamlar munosabatim yaxshi. Bularning ko'pinchisi iqtisodiy jihatdan tunishlikda bularga yordam qilib yo'l qilib qo'ygan. Shu sababdan ozroq vaqtdan keyin bir do'stimiz Istanbulga chiqib ketgan bo'ldi. Men mahbalada bu aloqa qildim. Qanday chiqib ketdim. Dedi shundan mana ish vaqti o'zining onasi yoki shuning atrofidagi tanishlarini qilmay qolgan bir xizmatlar var ekan, shunga buyurgan bo'ldi. Mani qilib bersin, ana bolani nima qilib bersin. Degan narsa bilan ularning xizmatini qilgan bo'ldik mahbalada. Shu jarayonda ularning xizmatini qilish jarayonida bu qatam nimadan rasmiy shu ancha-anchadan tutib oldim. Bu joyda xaltaga yoziblar, samma haddi shu yana bir qatam maktabdan ekitib so'roq qilgan bo'ldi. Hatto so'roq qildi. Bu ayaga o'xshamaydi. Turma tayoq to'qmoq bilan bo'lgan bilan bularda hech kunduz chirog'ini o'chirmaydi. Kech soatni hech vaqtni uqmayman. Nim bo'lganligimni uqmayman. Hamda bir so'roq qilgan bo'ldi. So'roq qilib qanday nima qildim dedim. Men
Hala qildik dedim, yordam qildim dedi. Lekin chiqishdan so'ng degan qonun jihatdagi hech qanday narsa nima qilib javob bermadim. Qiyin qisqatim bo'ldi. Necha kun bo'lgan, yana 9 kun bo'lgan vaqtida u yerdan nima qilib ular sizlar meni boshqa aloqalar bormi degan narsa bilan taklif qilib Gumon bilan. yo'q, gumon bilan emas, ular bizni faqat yana kimlarga aloqa qildi boshqa. Chunki meni tushum foydalanmaydigan bir narsaga keldi. Meni sirtdan taklif qilib, bundan boshqa yana boshqa aloqasi bormi, shuni qilishga qo'yib bergan bo'ldi. Maktabda nima qildi, ammo ular taklif qildi meni. Maktabim davom qildi, o'qishim davom qildim. Ammo taklif qilganlar kuni haftada bir yoki necha kunda bir telefon qilib turdi, narsa nima ish qilsa. Tursi bir bossam telefon qildi, nima ish qilaman. Biz to'liq taklif alg'am bilan tushdim. Asli maqsad ularning shu sirtin boshqa bir aloqa bormi shuni bilish uchun nima qilgan. Maktab turim daftida hech qanday hech kimga demaysan degan keyin ularga gap qilaman. Lekin ila taklif qildi. Shunda davom qildik. Maktab u besim u ig'ir bo'lgan hamda. Haqiqatan kim qachon tutib ketgan albatta bir shikatim qoldi kelib ketdi. Aloqa qildimmi yo'q aloqa qilmadim. Bir kun so'rab qilib yana qo'yib berishim. Chunki mening atrofimdagi Oğlum universitetiga boshqa menga o'xshaydigan bir odamdan tepib chiqishni o'ylagan bo'lish mumkin deb o'yladim. Diqqat qildik ham haqiqatan do'stlarimiz bilan ko'rishga qilishga taqdir. Bek sezgirlikimizdan ko'rishimiz ajoyib nima ta'min. Endi tirishib nima bo'ldik. Shu jarayonda endi taklif qildi. Maktab hayotimizga praktik hayot oldi. Doktorxonada praktik qilganimga ketdik. Shu jarayonda ularni taklif qildi. Shu arliqda men Qashqarga qaytgan bo'ldim. Qashqarga qaytgandan keyin Qashqarda nima chiqishimga sabab bo'lgan bir voqelik. Yo'lga ketib bo'lsam, soqchi punktida to'xta dedi. O'tib ketib qolgandim. Turimni kimni deb qarsam soqchi. Askarlar turib yerda. Shundan bordim, endi aytsam qarsam men boshlang'ichdagi bir savol shunki. Boshlang'ich bir savol shunki. Voy sen soqchi bo'ldingmi deb ko'rishib nima bo'ldim. Sen qo'rqib qo'ydim, chaqchaq qildim dedi. Suhbat kirdi qan. Sen nima soqchi bo'ldingmi dedi. Ta'limga ben sen menga o'xshab qolsa bo'lgan bo'lsin tutdi dedi. Endi tutdim deb chaqchaq qildim dedim. Sen bizning kunlik 100 odam tutish vazifamiz bor. Ta'limga men sana savol shunga qarash qanday bo'ldi dedi. Ay qanday tutisizlar, nima sababdan tutisizlar dedim. Bizda sabab chiqdi dedi. Har kunlik 100 odamni mudasi. Qanday odam tutisizlar dedim. Sen o'xshash yosh bolalarni dedi. Biz adam tutamsizlar dedim. Hamda suhbat qildik. Suhbatni olib ta'sir qildim. Kunduz odamni tutsa bular. Bir Qashqar shahrida 100 dan tutsa har kunligi. Butun nimadan tutqil tursa, boshqa har bir shahardan tutqil tursa bu yoshlarning hammani bir tutgan 2013 yilning oxirida başı 2013 o demayman. Şu 2013 emas, 13. Shundan o ish bo'lgandan keyin bu menga ta'sir qilgan bu unda tutib ketaman yosh bolalar degan narsa bo'ldi. Ammo ustiga mening taklif qilgan. Dedim agar bunda bir o'zgarish bo'lgan bo'lsa bir yoshlarni asosan ekritgan ish boshlanibdi deb ko'nglimda his qildim. Undan Qashqardan qaytgan vaqtimizda nima mashina qaytganda. Mashina qaytib bir Aqsuda bir tanishimiz bilan ko'rishgan bo'lib, men Aqsu poyezd stansiyasida uni saqlab ko'rib keldim. Men ashadin ashlan mashinasidan ketmoqchi bo'ldim. Mashinada turib namoz o'qib namoz o'qidim. Namoz o'qib uxmabdim. Ixtiyorsizlar bilan adam bo'lganligida maydon hech kim yo'q. Namoz o'qisam oyoqdan yugurib birisi vaqirab keldi. Nima bo'ldi? Sen nima ish namoz o'qiysan dedim. Nima bo'ldi? Men musulmon namoz o'qisam nima bo'ldi dedim. Desam o sen namoz o'qisanmaydi, o'qmas menga nima ish namoz o'qisam bo'lmaydi deb bir narsa qo'yib qo'ymaydi. Andiki men o'qimasam bo'ldi, men o'qimayman, namoz o'qisin bo'lmaydi dedi. Degandan keyin o bir mantiqli javob bergandan keyin javob berolmay ishga soqchini chaqirdi. Xitoy soqchiga inishini ko'rsatib sen unda nima o'qidim dedi. Xitoycha yaxshi o'qish, Xitoycha javob berdim. Men musulmon, xalq ammasi, tijoratchiman. Men namoz o'qisam qanday menga xato bo'lsa, men o'zimga bu yerga hech qanday bir xutush qo'ymayapman, namoz o'qisam bo'lmaydi dedim. Bir narsa bo'ldi. Oxirida u gapni bermay kimligini berdi. Kimligini yozib men ketdim, ketkizdi. Shundan praktikaga chiqdim. Praktikaga chiqib ikkinchi doktorxonada praktika qilib ko'rdim. Praktik jarayonda maktab bilan nimaniki doktorxonaning orasi uzun bo'lg'achqa uy kiralaydigan bo'ldim. Uy kiralaydigan bo'lib, uy olay deb uyga bordim. Mayli komitetidan dediki, nima
uyning bir sanoqdan hech qanday jinoyat o'tkazmagan taqaz ekanmisan, uyga kirolmaysan, kira olmaysan dedi. Hammaga borib, hech kim bilmaydi sening kimligingni kod bor ekan. Shu normal bir uy ijara edish. uy ijara qilishimga nima qilamiz Urumchidan. Bir o'quvchi. Hamma narsani uy olaman desam, sen xat ekanmisan o'ylamaysan dedi. Andan keyin Qashqardagi voqea, Aqsudagi voqealarimiz ta'sir qilib, bu ish tasvirlantirmayman dedim, ammo hech qanday tizimlatmay bir nima uyga tuqqunimizdan biraz uyda nima o'tadi. Ondan sonra kep yagım aylık komp deganda kegil başladım. Tuqqunum akam yerdan o'tirdi ekan dedi. Ya o biz buna kep to'g'anda o'g'lim tushuntirib qo'yamani. Oxirida xat ekasini ma'qul deb ko'rmay, aynan siqish boshladi. Shuni siqish boshlagan vaqtida tursiz bir kim bir do'stimiz uchrab qoldi. Dediki, "Senga men razılıq bitan dedim bo'ldi" dedim. Bir yil avval sizlar falani chiqgan vaqtida sizlar menga gapirgan 30 ming Xitoy pulini men tutilib qolsak tutib meni 3 kun bo'lsa so'roq jarayonida pulni kim berdi degan kim men osmonni berdim dedi. Sizlar qo'yibdimi? Qo'yibdi. Ha, davos meni tushib gap dedi. Chunki almashla keyin butun hisobotni birlashtirgan vaqtda keldi deb o'yladim. Shundan dedim, qanday qilish kerak? Men izlanishga boshladim. Do'stlarimdan maxfiy gap yuborgan bo'ldim. Chiqishni niyat qildim. Chiqda bo'lmasa turmda deganman. Ammo u so'roq qiyin qistaqlab. Yani köygüm yok ama çünkü test işlem so'rab yani. Şundan men izlanishga boshladik, yo'l bor. Bunu til bildirganlar nisbatan aldıroq yo'l bor dedi. Undan ish kerak. Menga aytib izlab deb o'yladim çünkü so'rab 3 kun bo'libdi, bu gap qo'yibdi, ta'lim uchrab qoldik yani masjidning oldida. Shundan endi meni izlab o'tibdi dedim. Rasan uni oldida hayotim shundan davomli dardini tutib ketganda kim meni ta'qib qilayotganda ayda bir vahima ichida yashayapman. Qattiq ehtiyotlan yashagan bir nima bilan andan chiqish qaror qildim. Ham dadamga deyman, onamga deyman, tuqqanlar, do'stlarimga aytdim. Dedim, ular desam, bilmasa bilmagan bo'lsa javob berardim. Bilib qolsa, ularni qabul qilmay dedim. Hech kimga ya rozilik so'rayolmadim, ya xo'sh deyolmadim. Hech qanday nima qilamadim boshqa do'stimizning menga o'xshagan birisini kimligini kelib, o'zimning kimlik telefon nomerini shu payt qo'yiblar. Normal doktorxonaga berib kelayotganda qaplar doktorxonadan ishlab qo'yadilar. Xaladni kelgan betlar doktorxonaning oldina. Bir yo'lda mashina to'sib, o'rlashtirib nima qildik endi boshqa kimlikka poyezd bilet aldık. Saat manchit ekan dedim. Boshqa yerlarda deyish qilamiz. Shu jarayonda poyezddan ishga oldik. Ishga oldik. Boshqaning kimligi bilan ham ko'zayni taqoqlab. Endi ta'qib ham bo'lishi mumkin, lekin sababni to'liq qildik endi qachidan bo'lgandan keyin. Necha mashina almashtirib, mashinani to'xtab, yana bir mashina to'sib degandek nima qilib poyezdga chiqib olgan bo'ldim. Endi telefon ishlatmagan boshqa, kimlik ishlatmagan boshqa. Aynan qilib ishga kirib ketgan. Ishga kirib, kunman kirib saqlab. Kelsa, men bilan aloqa qilishganlar dediki, bugun yo'l taqilib qoldi, ammo yo'l saqlab olmaydi. Keyin ishimizmi yo'q, oldiga ishimizmi yo'q. Ishkada kunman saqlab o'tirdik. Çünkü bu yerda meni oldimda so'radim, qanday yo'l, qanday ta'minot so'radim. Degandan bizning oldimizda boshqa sizga o'xshagan saqchi bizda aytganlar bor. Bular o'rinishadi, ishkada qarjiyat bo'ldi, ayda qoldi. Bular qarjiyatning yo'llari yo'l tepgan shulardan nima qildi dedi. Dastlab vaqtli ekan. Bo'ldi, meni mashina qilgan tartib qo'yaman dedim. Biz degan yo'l ochilmagan. Chunki ular har kuni odam bir Xitoyni evatib qandi. Yo'lda saqchi bormi yo'qmi chegarada. Chegaradagi nima bilan deyishibdi, qochoqchilar. Ama yo'lga saqchi qo'yapti. Saqla har kuni odam evatdi, nurg'un pulga. Bir Xitoy berib keldi. Yo'lda saqchi bo'lib qolsa, saqchi borgan deb qaytib keldi. Saqchi bo'lmay qolsa, saqchi yo'qkan dedi shu kunlar. Ayda yo'l saqlagan deb o'tgan. Shundan 54 kun to'lgan. Kunmi yo'q. Yerdan narsa bolalar kirib shu yerdan chiqmay. Namoz o'qib ibodat qilib. 54 kun bo'lganda uyga saqchi kirdi. O saqchi bizni izlab emas, o'sha Uyg'urlar Xinjiangdan deb ular Xinjiangdan deb Uyg'urlar vakillarida bo'lib kirdi. Bizda kirdim onu bilmaganlikdan ham saqchi qarshi qildirishni o'yladim. Chunki turmi bor. Shundan ishni chekkan bo'ldi. Yani bırakımız o öyle mendan boshqa yana 3 adam bor. 3 deysan Xitoy ishni zaten tutish buyruq bor. 4 deymiz endi biroq bog'lamiz endi hayotimiz yo'q. Men to'g'ri vaqtida ishni chekkan bo'ldi saqchilar. Kun tushdan qarab turamiz, ishni ochmoq chirog'ini o'chirdi. Saqlab 15 minut chekib ular tushib ketdi pastga. Past bir asab turdi.
qanday qilamiz qarshilik bildirimizmi deb tuzak tutib turaylik ketib qolib qolsam degandek 2 soat 10 yerim ketgan. O'shga yaqin ketdi. Bir soat o'tkazdik. Biz bilan arizdan asta nima qilib tushib qochib chiqib qanday. Kechada boshqa bir uy aloqasi qo'ygan bordik. Bu yerga berib, bu yerga saqlab bir yeziga chiqib qo'ydik. Yezida hapis tutdik. Hapis bo'lgandan keyin bir yangi yo'l bor dedi. Bilmaymiz qanday, ammo boshqalar mangallar ekan. Shularni numerini yozib olib telefon numerini. Qanday qildik ekanmiz, palaniya saqlasangmi, aytdim qilgan bo'ldi. Tamom deb ular saqlab, uning mashinasiga chiqdik. Bu yo'l ham men to'laydigan yo'li nimadan chiqib, Laosdan chiqib yo'l ekan. U yana boshqa yo'l ekan, to'lmaydi. Istanbuldan chiqib bo'lgan bir aylanma tartibga. Ular Vyetnam bilan chiqib yo'l ekan. Shundan Vyetnam chegarasiga borib, berib Vyetnamdan bir kechada yomon tasda Vyetnam chegarasidan bir kecha tog'dan atilib o'tgan. O'rmon, qatqoq, tog' bir kecha menib 10 adam, kichik bola, universitet bir bola, qolgan hammalar 4 kishi, 2 kishi. O'tib bo'lgandan keyin bu jarayonda tog'dan bizni boshlab uchun bilib qoldi edi, tog'dan qochib Qish jarayonida biz yo'lda yeymiz deb elib olgan hamma narsa bu tatbaroqchilikda qo'ldan tushib ketdi. Yedigan narsa yo'q. Chiqiblar, bilan tog'dan o'rmondan chiqib saqildik. Necha soatdan keyin 2 soat oz vaqtida men manglay dedi, yig'ilib qaytadan mangdim. Pastki o'rmondan tog'dan tushib, saqaldimiz kelganda motordan bizni olib bir mashina ulashtirdi. U mashinadan chiqib mangdik. Men ham kecha jabhat tortgan bo'lsa, uyqu kelib, uxlab qoldik. Uxlab uyg'onganda qarasak, saqchi mashinasida uxlab qoldi. Shu tutilib qolib, qarasak tutilib qoldik. Vyetnamda tutilib qoldik. Tutilib qolgan keyin hammalar yig'lashga boshladik. Chunki mendan boshqami men bir akam bilan bilmani, o akamni tutish qo'yib chiqargan. Qag'allanmaylar ulama shu kasib nima kesimizdan, azigimiz kesimizdan bilamiz. Hayotimiz tugamadi, qattiq yig'lashga boshladik. Duo qilyapmiz, ey Alloh yordam qilganda. Qattiq vayimga tushgan bir Vyetnamdan qaytib o'tsa, bulg'algan bilamiz. To'saq saqchi keldi. Bir paranlash, besh ana til o'rtoqlashamiz qanday? Bu o'zing tilda, biz o'zing til so'zlashimiz. Ishorat qilib oxiri xutudiq bunga. Deb dedim aka qochib ketaylik buni tushmaydi desam, men tushib qo'yarkan. Afkam yash cho'ng akam to. Afkam qochib bizga qochamiz, men baldini qanday qilamiz dedim. Unda o'z qanday qilamiz dedim. Pul yo'qaylar bunga. Pul yo'qsa balki qo'yish mumkin edi. Degandek azroq pulni tanladim. Tanlasam turib az ko'rib mangda qapaq turib keyin babning hammasini yig'ildi. Hammamizning babini kirib oldik, chechib o'tdik. Degan ular shuni bilan pulni nima qilgan bo'ldi. Pulni ko'riblar, mana ketadi dedi. Bu saqchilarimizdan hisobda pul bilan qoldi, biz nima qildik endi. Bizni ilib mangan kim bo'ldi. Hani bo'ldi. Bizning taxtamni olib oldik dedi. Berib so'rashab taxtsi bor. Kira qilgan taxta degan bo'lmasa, adab tushamaydi ekan. O taxtsini ilib mangdik. U qo'rqdi. Mangib ketib qolsa qanday? Yedigan narsamizda yo'q. Bir kecha kunduz 2 kun mangdik. Mangib astan mangdik. Tizimga adamchi saqchi bo'lsa, hech qasimning qo'lida narsa yo'q. Shundan Vyetnamning Hanoydan shu Ho Chi Minh degan shahar mang'icha burada uzuncha bir shahar Vyetnam, davlat. O'tirib kelganida kelkin kelib yo'l tulqab suv ketdi. Bu yerda saqildik hamda. Keynimizga inishimizda yo'q. Oldiqda qamaganmidik. Bu suv yo'lni qacha deb ya kirg'am, yemagan ham takramamiz ishimiz yo'q. Yedigan narsamiz yo'q. O'sha suv ichimiz o'rmondan saqlab bir kun bo'lganda. Bir kun turdik ana shu. Bir kun turib to'saq yo'l ochildi. Cho'ng mashina kelib yo'ldan mang'irda qolgan. Shunga ergishib bir saralish mang'dik. Bu yerda o'tib Kambojaga keldik. Kambodjada o'tyapmizmi? Bir Malayziyaga jo'g'an bir tutash tartibga nima? Mana ulug'i ma'lum, maniki ma'lum bergan. Palaniyaga o'z bilishdik. Malayziyaga yetib Malayziyaga yetib bularda chunki shu u balkan bundan tartib bor ekan, faqat biznikilar shu qarjiyatning yo'llari orqali berib, ashuna ulashib, ashunday qilib qo'ysam degan tamom deb pulni bergan Malayziyaga bergan, ashuni bergan, qolgandan o'sha ulashtirib qo'ysam, ekapirgan. Ayday o'tganamiz. Shundan bizni nimaga oladi? Tailandda Kambodjaga. O'rmonda Vyetnamda qanday o'tgan bo'lsa, qatqarmochida, o'rmonda qolamiz.
neçe saatlar. Bu yerden Kamboçya'ya vaktimiz yol bedimiz, elimiz ayağım. Şu an Kamboçya'da Tayland'a 7 gün sakıldık anda. Yani aşağıda yediğinden ders yaptık. 5 gün hiç ders yok, yiyildik. Şu kuruk sular içip, azrak bir bananın uçurap, bir bananın bir dalını yiyen olduk. Kuskumuz aç. Ama işten bulmadık. 7 gün, 5 gün yedirsin. Bu yerde yediğinden ders kuruk gürüce kirip verdi. Şunu ödümden, şunu yiyen olduk anda. 7 gün için ders yap. Kamboçya'da Tayland koyduk anda. Tayland başına o kat kafanışını ötümüz. Biz seklam maşını bak, maşındılar. Maşını seyrettik bizne. Bangkok mekan. Bangkok bir mimahana var ki. Bu mimahana 5 katlik mimahana bu. 5 katlik mimahanda. Aşılarına mırtıda yolu gene bu. Tuğa yolu gene. Şöyle bir şey bu yerde bir gün saklıkla bizne Tayland'ın nemi gördük anda.